Düştüme? Assalomu hurmatli obunachilar, aziz do'stlar. Bugun 24-iyun 2025-yil avtoshopdan navbatda savdomiz do'stlar. 2023-yilda ishlab chiqqan Cobalt mashina oldu. 20 provik, reslis vazirlar, avtomat korobka, ABS, maytofon hamma o'zi bor edi. Mashinamizda pokoleniya metan, erta balon, xullas polniy navor uchun chexol, kolik hamma o'zi bor edi. Mashinamizda istoriya ko'rsatib qo'ydik. O'zimizning sunduqxon, reza sunduqxondan Jamoliddin ukamiz kelgan ekan, xudo xolasa savdomiz bo'lsa beraka. Jamoliddin, tabriklayman. Genç klassan. Ekan Rossiyada. Neden pazar gittim xudo xolasa? Siz yo'llayyorsun uka. Endi kelganda moli bu kap diyor. Pullu mashinalar beraverdik. Mashinani qaladingmi? Baqasam normal yo'ldimi? O'zim podpischisi. Seni kuzatib boraman. Podpischlarni xudoyim ulardan metrga barlarında yana 2-3 oydan qo'yilgan. Shularga biz takliflaymiz o'zi. Ulaşlarga bu qolgan mali bu mashinaga. Bunda ular menga Hamma yetgan, hammani yetirgan, ha. Jamoliddin tabriklayman aka. Sizlar uchun yaxshi kunlarda hamisha bir quvonchli kunlarda xizmat etsin. Xayrli davlat borsin xudoga. Kelasi avtoshop kunlarida xizmatdamiz. Qo'ychoqning bahasi 152 million so'm. Naqd pul bo'ldi, shtir pul bo'ldi. Yo'za sunduq aka. Kelasi xizmatdamiz. Mite syomkada. Kamera tushmaydi bu mite, yomon. Men qo'l tushiraman qo'l.